Bitta savolim bor edi-da, Hop, mumkin bo'lsa. hop. Oilaviy masalada. Men bir uyni keliniman. Endi bu yerda aytganimdan baribir hech kim meni tanimaydi. Maslahat so'ramoqchiman shuning uchun sizdan. Men bir uyda keliniman. 2020-yil to'yimiz bo'lgan, 5 yil bo'lyapti. Qaynotam judayam ko'p ichadi. Kelinini haqorat qiladi bizani. Даже ovsinlarimni urolmaganda mendan oldingi yangalarimni. Mhm. Uyga hech kim xarajat qilish, unaqa uyga narsa olib kelish, unaqa narsalar bo'lmaydi. Faqat ayollardan so'raladi. Uni nima qilding, bu narsani nima qilding, nima ovqat qilding, hammani. Lekin uyga nima olib kelinish endi erkak kishini vazifasi deyiladi-ku. Albatta. O'shanaqa narsani bu yerda hech kim his qilmaydi-da. Hamma narsa ayol kishiga bog'liq. 5 yil bo'lgan bo'lsa, to'yimiz bo'lganiga birinchi oydan men bozorga narsa sotib, uyga narsa olib kelib, o'shanaqa qilib ketganman-da. 5 yil bo'ldi, 2 ta farzandim bor. Umuman u narsa to'xtagani yo'q. Qaynotam o'sha ichishi, bizani so'kishi, hech kim aralashmaydi. Sen indama, endi ichgan odam shunaqa bo'ladi. Indama, chidab yashashing kerak. O'shanaqa gap. Ajrashay desam, unaqasiga ham bo'lmaydi. Yashayin desam, men uyda qoladigan kelinman-da, baribir umrim oxirigacha, olimdan o'tgancha o'sha narsani ko'nib yashashim kerak. Shunga nima qilishni bilmay qolganman-da, ota. Shunga nima deya olasiz? Endi o'zi birinchi o'rinda Faqat indamay yasha, ko'nib yasha, mm, o'shanaqa qo'ygan. endi o'zi asli shariatda masalan erkak kishilar uyida ta'minotini chiroyli qilib qo'yish kerak. Bittasi, ikkinchisi qaynotangiz rosa tozagina ahmoq ekan. Kelinlarni so'kishlikka haqqi yo'q. Kelinni qizidek ko'rish kerak. U mastlik, pastlik deyiladi. Mastlikka yo'yib turib, sizlarga zulm qilishligi yomon narsa. Shuning uchun Alloh taolo insof bersin. Endi sabrdan boshqa narsa yo'q. Endi nima deymiz sizga? Ajrab keting desak, ajrab ketishlikka